34.500 ga 3 xonali azizlar, birinchi qavatdan lokatsiyasini ko'ringlar. Yangi hokimiyat azizlar. Saddaf to'yxonasi, ikkinchi liniya azizlar, eski 2 qavatli domdan birinchi qavatdan ketdik, o'z obzorni qilib beraman. Bazılar 6 metrlik balkon, kuxnya chiqarilgan balkonga va mana bu yerdan uje pristroyka qismi, katta pristroykalari bor. Bu hisobga kirmaydi, lekin ana shunaqa katta pristroyka bonus bor azizlar. Undan tashqari hozir xonadonimizning orqasida gulzor, ziloniy zona va parkovочный joylar bor azizlar. Mana xonadonimizning orqa tomoni, mana qo'shnilarni qarang, chiroyli qilib, hovlicha qilib, ayvonlab qo'yilgan azizlar. Shunaqa qilib ajratib, ayvonlar qilib, ko'chasi juda ham keng, bemalol bu yerga hovli qilib bo'ladi. O'zlaringizni asranglar, xayr, salomat bo'ling.